İnsanların qalbini zabt etaman deb harakat qilmang. Yani insonlarning qalbiga oshiqmang. Chunki insonlarning qalbi o'zgaruvchan bo'ladi. Bugun sizni yaxshi ko'rgan inson ertaga tamom ko'rishyapmiz. Bugun sizni qadrlagan inson ertaga qadrsizga chiqib qolishiga hech qaytmas. Yani qalbi shu darajada o'zgarishi bu bor holat. Chunki insonning qalbi shunday o'zgaruvchan bo'ladi. Siz Alloh taologa intiling. Alloh taoloning muhabbatiga intiling. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rsa, uning muhabbati boshqacha bo'ladi. Alloh sizni yaxshi ko'rsa, insonlarning qalbini sizga muhabbatli qilib qo'yadi. Shu sababdan odamlarning qalbiga emas, Alloh taologa intiling.